Hozir sizlarga Kappadokiyaga bormasdan havo sharlarida uchishni O'zbekistonda qayerda mumkinligini aytib beraman. Avval Parkent tumanidagi Samsarak qishlog'iga yetib olamiz. Avval katta yaylovga kelasiz va hech narsa ko'rinmaydi, noto'g'ri kelib qoldim deb o'ylaysiz. Keyin uzun tepalikka chiqishingiz kerak bo'ladi. Peshkom, piyoda yoki mana shunday ajoyib sariq traktorda. Ochiq tomli avtobusda yetib olganda tepalikka yetib olasiz. Va yuqorida endi sizga mana shunday ajoyib manzara ochiladi. Bu yerda O'rta Osiyodagi eng uzun 800 metrlik zipline bor. O'sha tutilgan havo sharlari 2 dona. Havo sharlari ichiga haydovchisidan tashqari yana bir nechta odamni qabul qiladi va mana shunday yuqoriga olib chiqadi. Havo sharlari shuningdek, bu yerda yozgi kinoteatr bor. Menyusida kabobli va ko'k somsali oshxonasi va смотровая площадка. Bu yerda suhbatlashishingiz, go'zal manzarani tomosha qilishingiz, rasm videolarga tushishingiz mumkin. Что мы и сделали. Shuningdek, varrak uchirish uchun maydon va bolalar uchun xavfsiz kamondan otish o'yinlari mavjud. Oilaviy tabiatda vaqt o'tkazish uchun ideal. Xayrli hordiq chiqarish.